Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga Xudo xolasa isitish sistemalarini kelganmiz. Qilib bergan ishlarimizdan Xudo xolasa kirishga topli pol qilib berdik. Bu yerga batareyada chiqarib berganmiz, ruchoviy sistema bo'lgan. Bu yer spalniy. Bu yerga bitta batareyaga chiqarib berib ketdik. Bu yer hammomimiz. Buni tepesi ham hammom. Rakivinni, dush, unitaz, sushilka и aristonlarni, yonchilaganlari bunda, topli bo'ldi. Bu yer kuxnamiz. Kuxnaga tochka chiqarib ketdik. Va o'tirish xonasi. Kollektorimiz o'rnaganida kontrol sheydan bo'ladi, xohlasa. Avtomatik o'zi avtomatdan chiqaradi.